Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar. Men Ashurova Gulruh 6 yildan beri o'quvchilarga koreys tili o'rgatib kelaman. Topik 5 darajam bor. Bakalavr hamda magistraturani tugatganman. Shu kungacha 4000 tadan ortiq o'quvchi o'qitganman. O'quvchilarim hozirda Koreyada o'qishyapti hamda ishlaydigan o'quvchilarim ham juda ham ko'p. Agar siz ham topik imtihoniga puxta tayyorlanib, yuqori natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, ushbu kanal aynan siz uchun. Bugungi videoda topik 1 testining 31-testdan 42-testgacha birgalikda batafsil tahlil qilib boramiz, ya'ni savollarini tahlil qilib boramiz. Har bir savolning to'g'ri javobi, yechish usuli hamda imtihonga e'tibor berish kerak bo'lgan muhim nuqtalarni tushuntirib boraman. Unda 31-savoldan ishlashni boshlaymiz. Bilamiz, biza mana shu ilkida 70 minut vaqt beriladi topik 1 uchun. Biza mana shu 31-savoldan toki 50-savolgacha juda ham tez ketishimiz kerak bo'ladi. Chunki mana shu yoqda vaqt yo'qotmasak, undan keyingi sal kattaroq tekstlar chiqadi. Keyin unga vaqtni tejab qolishimiz kerak bo'ladi-da, ko'proq vaqtimiz unga ketadi. Bunda biza tez ishlashimiz uchun har bitta testni siz ishlashingizdan oldin uni mana bu yoqdagi variantiga 100% e'tibor berishingiz kerak. Shartiga. Mana bu yoqdagi shartiga e'tibor berishingiz shart. Ya'ni nimani so'rayapti? Shunday testlar keladiki, sizga aytadi, misol uchun noto'g'risini toping, sinonimini toping yoki boshqasini toping deb aytadi. Shuning uchun biz shartini o'qiymiz. Ketdi 31 dan 33 gacha nima qilishimiz kerak ekan? Moseten yagimnika nima haqida suhbat ketyapti? Mana bu yoqdagi etehan haqida degani. Ya'ni nima haqida suhbat ketyapti? Pogi, mana bu yoqdagi pogi namuna degani. Mana namuna har doim pastda berilgan bo'ladi. Namuna bilan bir xil almajin gosil ko'rishibshiyo, almajin gosil ko'rishibshiyo degani eng to'g'risini, mosini tanlang debdi. Har bittasi uchun sizga 2 balldan berar ekan. Katta pogi har doim ishlangan bo'ladi, sizga tayyor qilib berilgan bo'ladi. Test ishlashdan oldin birinchi variantlarni ko'rib ketasiz, variantini ishlaysiz. Ya'ni yo'il hafta kuni, kun bu o'qish, ko'il meva, singil tug'ilgan kun ekan. Katta tepada endi qaysi biriga aloqador gap bo'lsa, o'shani olib belgilab ketamiz. Sagvaga ismnida, krido pedo ismnida, sagva. Olma, p bor ekan, nok, bula mevaga to'g'ri bo'lib ketar ekan. Shunda vaqt yo'qotmaymiz. Keyingisi variantlarga qaraymiz. Nalja sana pangak ta'til achchim ertalab haru kun uzog'i, ya'ni bir kun degani. O'nirin irol irimnida, neyrin irol irimnida. Bugun 1-oy 1-kun, ertaga 1-oy 2-kun. Bu nima bo'ladi? Sana bo'ladi. Keyingisi 32 Kohen vatan, Pomo ota-ona, Pyongwon kasalxona, Oppa aka. Tepani o'qiymiz endi. Abojinin isoimnida, omoninin nevonimnida. Dadam shifokor, onam bank xodimi, ya'ni xodimasi. Bunda nima bo'ladi? Ota-ona bo'ladi, chunki dadam onam deb ketyapti. Keyingisi 33 ga o'tamiz. Talyoq kalendar, cho'mal hafta oxiri, yorim yoz, o'chon ertalabdan obedgacha bo'lgan vaqt. To'yroiri suyonlamnida, to'yoire, ya'ni shanba kuni suzishga boraman, iroiri shuyimnida, yakshanba kuni dam olaman deyapti. Bu nimaga to'g'ri keladi? Dam olish kuniga. Bilamiz, Koreyada yakshanba hamda shanba bu cho'mal deyiladi. Cho'mal dam olish kuni. Keyin yana bittasi bor. U Pyongyil ish kunlari, 5 kun ish kuni-ku, o'sha Pyongyil deyiladi. Pyongyil ish kuni bo'lar ekan. 34 dan boshlab 39 gacha nimani topamiz? Pogi va kachi, trogal, kajang, almajin gosil ko'rishibshiyo. Ya'ni namuna bilan bir xil, shu qavs ichiga kiradigan eng mosini, eng to'g'risini tanlang degan ekan. Pogini o'qib ko'ramiz. Nalchiga cho'ssimnida, ob-havo yaxshi, malqsimnida. Malqsimnida ekan. Ob-havo yaxshi, nimadir ham ochiq ekan. Nun ko'z yoki qor chiqib ketadi. Pamtun kurum bulut, hanil osmon. Hanri malta degani mana bu so'z birikma o'zi. Osmon ochiq degani hanri malta. Har doim esingizda tursa, hanri malta keldimi, bu
Osmon ochiq. Ba'zi testlarda hanrini qo'yadi, maksdan variantlarga berib qo'ygan bo'ladi. 34 ga o'tamiz endi. Bu yoqda grammatikalar qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. To ham ga hamda da tarjimada kelardi. O'yining degani rilli ma'murni degan tarjimani berar ekan. Mensoshi deyaksanimnida, so'mishi deyaksanimnida. Menso talaba ekan, bunisi ham talaba ekan. So'mishi do deyaksanimnida bo'ladi. Bunda javob 1 bo'lar ekan. 35 ta qaraymiz. Kirimnida chizmoq, nossimnida qo'ymoq, taqsimnida artmoq, tatsimnida yopmoq. Tatta yopmoq, takta artmoq, notda qo'ymoq, kirida rasm chizmoq. Tepani o'qib ko'ramiz. Pangi chupsimnida xona sovuq, changmunil tatta bo'ladi. Derazani yopaman deymiz. Bu yoqda kirida tushmaydi, rasm chizmoq u. Notda qo'ymoq, takta artmoq. Shuning uchun javobimiz 4 bo'lar ekan. 36 da chapchi jurnal, shige soat, chuso manzil, pyonji xat. Chapchi jurnal, shige soat, chuso manzil, pyonji xat. Shiganil mo'rimnida vaqtni bilmayman deb turibdi. Shu joyda o'zidan o'zi javob chiqadi. Nimanidir ko'raman. Shigerol pomnida. 37 da undong'il maniyamnida. Birinchi variant o'qib olaylik-da. Kongangamnida. Sog'man de, sog'lomman. Kekitamnida toza, ta'tidxada iliq, chinchorada mehribon degani. Undong'il maniyamnida sport bilan ko'p shug'ullanaman. Shuning uchun nimaman bo'ladi? Kongangamnida sog'man, sog'lomman deyapti. 8 ga qaraymiz. Kabangi chegim ansimnida. Sumkada kitob ko'p. Kabangi mugobsimnida. Sumka og'ir, mugobda og'ir degani. Sumka og'ir. Kakim ba'zan, ore uzoq, nomi juda, ilchik, vaqtli, barvaqt degani. Mana bu yoqdagi nomi juda ba'zi joylarda negativda ko'proq ishlatiladi. Buni yana bittasi bor, aju bor. Aju ham juda degani bu plus gaplarda ishlatiladi. Sumkada kitob ko'p, shuning uchun sumka juda og'ir deyapti. Javob 3 bo'lar ekan bunda. 39 ga qaraymiz. Kitaril o'reb yosimnida. Gitarani uzoq vaqt o'rgandim. Kreso kitaril chay. Har doim gitaraga nisbatan kitaril chida bo'ladi. Chida chalmoq degani. Mana bu yoqda pumnida deyapti-ku, pulda degani puflab chalishga ishlatiladi. Ana bu nomi o'sha nimani musiqa asbobi nomi esimga kelmayapti-yu, shunaqa ish qilib puflab chaladigan narsalarga pulda ishlatiladi. Pillida degani qarzga olmoq, chikkida amal qilmoq, saqlamoq degan tarjimani beradi. Bunda javobimiz 2 bo'ladi. Gitaril chalchimnida, ya'ni gitarani yaxshi chalaman deyapti. Endi 40 dan 42 savol turigacha har doim mana shu savol turiga e'tiborli bo'ling. Majji annin gosil ko'rishibshiyo deydi, ya'ni noto'g'risini toping degan bo'ladi. Bu sizga har biri uchun 3 balldan beradi. Bu test turini ishlashimiz uchun birinchi variantga e'tibor qaratasiz. Variant, ya'ni bitta variant o'qiysiz, bitta tepadan tahlil qilib ketasiz. Ana shunaqa qilsangiz oson ishlaysiz, ham to'g'rilik darajasi 100% bo'ladi. Bunda o'sha 4 ta berilgan variantda 3 tasi to'g'ri bo'ladi, bittasi noto'g'ri bo'ladi. O'sha noto'g'risini biz belgilashimiz kerak bo'ladi. Uni ishlashimiz uchun qarang, birinchi variantdan 1 da o'qib olaman. Ochon von nemnida, ya'ni 5000 von to'lanadi deyapti. Neda to'lanmoq? Ipjanyoga qarasangiz, kirish to'loviga 5000 von turibdi-ya, mana bu yoqda ham 5000 von deb turibdi. Shuning uchun men buni chiqazaman, to'g'ri javob. Chunki biz noto'g'risini topishimiz kerak faqat bu yoqdan. 2 da voryoirim unil yomnida. Dushanba kuni eshigi ochiq bo'lar ekan. Mana bu yoqda nima deyapti? Yoil degani hafta kuni. Mana bu yoqda hvayoil seshanba kundan boshlanar ekan, iryoilgacha, ya'ni yakshanba kungacha. Dushanba kuni eshigi yopiq bo'ladi. Ha, bu yoqda yo'q-ku, chunki dushanba. Buni ushlab turamiz. Chunki buni aytyapti. Bu yoqda yo'q javob. Shuning uchun bu turadi. 3 da oriniga kalsiy simnida,
yoshlar borsa bo'ladi. Bu yoqda mana 7 yoshdan EXA degani 7 yoshdan kichkina. Bu yoshlarga kichkina inhyong berilar ekan. Inhyong degani qo'g'irchoq. O'sha qo'g'irchoq beriladi dedimi? Значит, ular ham kirsa bo'lar ekan. Uch ham chiqib ketadi. 4 da oxo ilgobshe к нам nida, ya'ni kechki payt soat 7 da tugar ekan. Mana bu yoqqa qarasangiz, shigan vaqtiga 9 da boshlanadi-da. Kechki soat 7 gacha ekan. Rostdan ham 7 da tugaydi dedi. Bu ham chiqib ketadi. Bizga shunda to'g'ri javob 2 qolar ekan. Dushanba kuni eshigi ochiq bo'lmaydi, ya'ni yopiq bo'ladi. 42 da 42 ga ham ko'rsangiz, mana bu yoqda juda ham ko'p tekstlar berilgan. Shuning uchun bilan o'qishga vaqtimiz ko'p ketadi. Kichkina tekstcha bizga o'qib olsangiz bo'ladi. Katta tekstga vaqtingiz ko'p ketadi. Shuning uchun variant bilan tahlil qilib ketganingiz sizga plyusga ishlaydi. Ketdi. Samching kyoshiresa mannamnida. Samching degani 3-etaj kyoshilda, sinfxonada mannada qiladi, uchrashishadi. Changso mana joyi. Changsoga qaraymiz. 3-etaj. 309-xona ekan. Bu to'g'ri chiqib ketadi. 2 da mo'mesa norel peomnida. Bu yoqda aytayaptiki, yig'ilishda qo'shiq o'rganiladi, deyapti. Wian Hanguk Nore Mo'm, ya'ni chet elliklar uchun Koreya qo'shig'i yig'ilishi ekan. Mana bu yoqda qarasangiz, Hanguk Norel Peugo Shipsimnikka o'rganishda xohlaysizmi, deyapti. Chiqib ketadi bu ham. 3 da Neshi mo'mil shijakamnida. Neshi soat 4 da yig'ilish boshlanar ekan. Ilshi vaqtiga qarasangiz, juma kuni obeddan keyin 2 da boshlanadi, 4 da tugaydi, deyapti. Mana bu yoqda esa 4 da boshlanadi, deyapti. Buni ushlab turamiz. 4 da o'qiymiz. Mo'me Hanguk saramdiri ismida. Mo'mda Hanguk saramdiri, ya'ni yig'ilishda koreys odamlari bor. To'g'ri. Urin mo'me o'sha Hanguk chingudildo mannalzu ismida. Mana koreys do'stlaringiz ham unda ham uchata olasiz, deyapti. Shuning uchun to'g'ri ham chiqib ketadi. To'g'ri javobimiz o'z-o'zidan 3 qolar ekan. Keyingisida 42 da chomshime yag'il moqsimnida. Chomshimda dori ichiladi. Mana bu retsept. Dorini retsept ekan. Chomshime yag'il moqsimnida, deyapti. Chomshimda ichiladimi dori? Chomshim belgilamagan ekan. Mayli, buni ushlab turamiz. Chomshime yag'il moqsimnida, deyapti. Bu yoqda obedni belgilamagan uchun biz mana buni ushlab turamiz. 2 da pabil mokko yag'il moqsimnida. Ovqatni yeb, deyapti, dori ichiladi. To'g'ri. Mana bu yoqda 30 shiksa hu degani ovqatdan keyin 30 minutdan keyin, deyapti. Shunda bunga ham biz mana bu to'g'riligi uchun chiqazib boramiz. 3 da aytayapti, samil to'g'an yag'il moqsimnida 3 kun davomida dori ichiladi. 4 da Kimmin Sushi yag'il moqsimnida. Kimmin Sushi dorini ichadi. Mana Kimmin Sushi Oyisha odam ismi. Kimmin Sushi dorini ichar ekan. Bu shuning uchun bu ham chiqib ketadi. To'g'ri javobimiz 1 qolar ekan. Buni davomini 43 dan boshlab yana keyingi videolarimizda ko'rib borishingiz mumkin. Shu joygacha eshitib berganingiz uchun kattakon rahmat sizga. Ilmingiz ziyoda bo'lsin.